mana hozir уже hammamiz kattamiz. Nimadir vaspitaniyada o'zgartirgan bo'larmidinglar? Hozirmi? Hozirgi kunda. Men hozirgi kunda men o'ylayman, men qo'shardim nima deydi? Duxovnost. O'zbekchasiga nima deyiladi? Religiya ko'proq qo'shardim. O'sha paytda Diniy tomonda. diniy tarbiya. Men hozir ko'proq tarbiyaga qo'shardim deb o'ylayman. Bilmayman. Chunki o'zim hozir ko'p o'rganyapman. Yaqinda o'zinglar ham o'tgan hafta umradan keldinglar. Da, o'ylayman o'sha tarafdan ozgina o'zimizda ham kam bo'lgan va ko'proq bergan bo'lardim. Yana bitta savol, men sizlar bilan ko'p o'tiramizda, ya'ni tomoshabinlarga ham aytmoqchi edim. Biza 3 yilmi 4 yil oldin yaqin qo'shni bo'lib qolganmiz. O'sha yaqin qo'shni bo'lib, o'z undan ham oldin ko'p gaplashardik. Ya'ni biza oilamiz ozgina boshqacharoq. Qaynota-qaynonadek emas, ustozlardek ko'raman sizlarni, ko'p gaplashamiz sizlar bilan. Ko'ramanki, sizlarning oilanglar baribir ham baxtli oilada, shuncha ko'p yil, shu 30 yil birgasizlar, hali ham shu katta 3 ta bolanglar bor, lekin hali ham anu endi uylangan anaqalarga o'xshab bir-biringlardan zerikmayapsizlar. Har safar qayergadir ham birga ikkala uylar borasizlar, hali ham o'qiysizlar, ishlaysizlar, birga proyektlar ochasizlar. Mana 2 yil oldin yangi proyekt ochdinglar. Ima shu narsa nima qanaqa sabab emas, qanaqa qoidalari bor? Shu aytib bering, siz fikringizcha nimaga shunaqa bo'lgan? Nimaga chunki biz ham harakat qilyapmiz Shirin bilan sizlarni orqanglardan qaytarishga. Shu balki tomoshabinlarga ham qiziq bo'ladi. Qanaqa qilib qilganinglar? Men o'ylayman, asosiy sababi boshqa masalan oyga tushib qolsangiz, hech kim bo'lmasa, birga yaqin bo'lib ishlab hech kim yo'q, hech kim bilan ko'chaga chiqib hech kim bilan gaplashmaysizlar. Faqat ikkalangiz o'tirasizlar. Masalan, endi bolalaringiz bor, bolalar bilan gaplashasiz. Asosiy 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil birga mana shunaqa qilib ishlab turganida sababi shu bo'ldi, что masalan xuddi kosmosga tushib qoladi, bitta kорабльda yashayverib bir-biriga o'rganib qolgan bo'lishi mumkin. Men bilmayman boshqa sababini. Chunki agar masalan Toshkentda bo'lganda men har doim ko'chada yurardim. Men uyga masalan shanba oddiy bir bo'lib qolsam bo'lardim. Atak ko'chada kunim o'tardi o'rtoqlarim bilan. U yoqqa ko'chganimdan keyin o'rtoqlarim yo'q, hech kim yo'q, internet yo'q, u paytda gaplasha olmaysan. Nima bo'lgan? Bir-birimizga qiziqib, bir-birimizni qiziqtirib o'tirardik. O'sha sabab bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni birga ish endi bu ham привычка deydi-yu, привычка. Это одна из плюсов. Больше мumkin. Но men еще yana qo'shaman, psixotip. Sherstakam psixotip bilan. Biz ikkalamiz magnit, ikkita har xil bo'lganimiz uchun bu masalan plusman, minus deb aytaman yoki bu gazman, tormozman deyman. Biz bir-birimizni именно polarность har xil bo'lgani uchun bir-birimizga tortilishimiz mumkin. Agar masalan men ham barnoga o'xshab hozir shunaqa bo'lib qolma, ko'p gapiradigan bo'lsam. Yo'q, lekin men oyim bilan adamga qaragandan keyin, bular bilan katta bo'lgandan keyin o'ylardimki, что baxtli oila bo'lish uchun er-xotin birga ishlash kerak deb o'ylardim. Men o'zimga xayolimda faqat tadbirkor bo'lish kerak xo'jayinim deb yozardim. Wishlistga emas, oyimga ham aytardim, faqat tadbirkor bo'lish kerak derdim. Faqat tadbirkor birga ishlashimiz kerak derdim. O'shaning uchun sovchilar hammasi yo'q. Tadbirkor bo'lsa yo'q derdim. Bu doktor, bu bankir, bu bunaqa, bu bunaqa. Kim kerak desangiz ham tadbirkor. Da, rostdan shunaqa bo'lgan. Lekin biz birinchi proyekt qilganimizdan keyin plus minus emasmiz, biz ikkita plusmiz. Birinchi proyekt qilganimizdan keyin tushunganmiz, biz agar ikkalamiz birga ishlasak, biz точно uzoq yashamaymiz birga. Yo'q, sen lekin plus emassan, sen o'rtachasan. Lekin biz o'xshaymiz. Bitta anaqada proyektda bo'lsa, buni pluslari ko'proq chiqadi. Ko'p funksiyani, bitta funksiyani ikkalamiz bajara olganimiz uchun savollar chiqardi, bunaqa qilish kerak degan. Shu birinchi manikyurni salon ochganimizda o'shanda bo'lgan. Hozir endi sekin o'rganyapmiz, yana boshdan qilishni boshladik. Mana
keyin yana bitta pravilo oilani bolalar bilan mustahkamlash bitta yo'li yana mana sportga borsalar mani qo'shardilar сразу trenerga keyin семейный qilardilarda bolalarni qo'shardilar azamat bilan shirinni ham qo'shardilarda keyin hammamizga семейный trenirovka olib masalan bir haftada bir haftada 2 marta 3 marta семейный borardik trenirovkalarga ham hamma o'zi nima qilardi hamma o'zi birga nima borardi qilardi lekin o'sha семейный tarif olardilar hammani o'zini treneri bor hamma mana shunaqa keyin bular yaxshi ko'radilar bironta путешествиеga borsa masalan mashinada bitta mashina olib aylanishi nimaga yaxshi ko'rasiz shuni desam bolalar bilan yaqinlashaman kichkina пространствоda hozir uylar katta-ku hammani o'zini xonasi bor bir birini ko'rmay bir ketadi haftalab ham ko'rmay ketamizda ha kichkina mashinada xuddi birinchi marta yashaganmiz bor bir xonali yashaganda hech kim hech qayerga bekin olmaydi hamma bitta xonada o'tiradi esingizda bo'lsa shunaqa Mayamiga borganimizda 4 talamiz borgan edik shu bitta mashinada bir hafta yurgan edikda Toni Robinsga borgan biza Amerika borardik bizni 5 talamiz oyim adam 2 ta ukam man biza shahar yurardik bitta mashinada 8 soat bitta yo'l 8 soat o'tirib endi xohlaysizlarmi San xohlamysizlarmi Fransiskodan Las Vegasdan Los Anjelesdan yana tepaga San Fransiskoga shunaqa yurardik aylanib yurardi bular rosa yaxshi ko'rardilar bolalarim bilan yaqinlashyapman gaplashyapman birga muzika eshitasiz birga ashula aytasiz birga gaplashasiz mana shu payt juda yaxshi anaqa qiladi hozir ham bizada pravilo bor уже endi siz ham bilasiz yaqinda gapiryapmiz qachongacha biz уже tsiganskiy tabor bo'lib ketarkanmiz deb bular обязательно bir yilda masalan bir necha marta bolalar bilan oilaviy dam olishni уже nevaralar bilan nevaralar biza bilan bu yengilni ham o'zimiz kutmoqchi edik ya'ni kelib oldinglar sizlar oilaviy hazil juda ham xursandmiz birga shu chunki bu oilani yozma. yaqinlashtiradi daftarchangiz katta bo'lib ketishi shekilli buchi masalan azamat ham katta bola-ku уже aziz bularga qiziqmas bo'lishi mumkin biz bilan endi sizlar mayli ilojinglar yo'q yosh bolalar bilan baribir sal bo'lsa ham ko'chaga chiqsanglar yaxshidir balkim sizlarga bilmayman но sizlar ham masalan yo'q demaysiz siz yo'q demaysiz shirin ham mayli deydi с удовольствием masalan путешествияларga boramizda да bu kamdan kam oilalarda man ko'raman особенно mana bu katta подросток уже yoshi yetgan o'g'il bolalar xohlamaydi bunaqa narsalarni no manikilar har doim hamma ishini tashlashadida xo'p deyishadi bizda har doim gaplashishga tema borda ya'ni ko'proq biznes to'g'risida gaplashganimiz uchun biz ham sizlardan ko'p narsa o'rganamizda biz uchun bu juda ham qiziqarli deb hisoblayman o'shaning uchun rahmat